Said opa, vaqt bo'ldimi? Yo'q. Said opa, vaqt bo'lib qoldimi? Yo'q. Said opa, vaqt bo'lib qoldimi o'zi? Yo'q. Said opajon, bo'lib qolgandir. Said opa, endi vaqt bo'ldi. Stop. Ana endi vaqt bo'ldi. Ha, ishonchdan qulay imkoniyat. 26, 27, 28 fevralda ishonchda tilloning 1 gram narxi 1.290.000 so'm. Hey, ulgurib qolinglar, olib qolinglar bayramga. Aytib qo'y, bittagina pasport bilan kelsanglar, berib yuborishadi. Kafillarsiz. Pulingiz bo'lsa, naqdga ham berishadi. Agar voy kamroq edi desangiz, bo'lib berishadi. Tushuntira oldimmi? Bo'lib olgan ham yaxshi-da. Tilla faqatgina taqinchoq emas, bu qiymat va nafislik ramzi. Voy, mana bularni qarang. Voy, bu 3 kungina, tushundinglarmi? Boshqa bunaqa imkoniyat bo'lmasligi mumkin. 3 kun. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.